بسم الله. الوحدة الأولى: التحية والتعارف، الاستماع والفهم. مرحبا، اسمي زينب. أنا سعودية. أنا من مدينة الرياض. عمري 30 عاماً. أعمل طبيبة في المستشفى. أعمل 5 ساعات كل يوم. Mana diyalogda eshitdik. Bir kishi dialogmas, suhbatmas, bir kishi o'zini Zaynab gapirayotgan. Mana marhaban, salom. Ismim Zaynab. Men saudiyalikman. Saudiya degani saudiyalikman. Tamarrutdan tashabbus bo'lib ketyapti-da, to'xtaganimizni bilamiz. Ana min madinati Riyod. Men Riyod shahridanman. Umri 30 ama deyapti. Chunki to'xtaganda aman demasdan ama deymiz va qilib qo'yamiz. Mening yoshim 30 da deyapti. A'malu tabibatan fil mustashfa. Shifoxonada shifokor ayol bo'lib ishlayman. A'malu 5 sa'atin kulla yawmin. Har kuni 5 soat ishlayman deyapti. Dialogni eshitdik. Endi savollarga javob beramiz mana. 12-sahifada qoldik. Hop, Zaynabu mina Saudiya. To'g'ri. Birinchisiga mana bunday qilamiz, menga to'g'ri qilasiz. Keyingisi Zaynabu umruha, bu ikkinchisi bu tomon ekan. Ta'malu Zaynabu mumarridatan. Hamshira bo'lib ishlaydi. Bu xato deysiz. Tabibiyda X qilamiz. Keyingisi Zaynabu umruha 30 ama deyapti. To'g'ri bu. Hechkan to'g'rini qo'yamiz. 4-inchisi endi. Ta'malu Zaynabu ma'a 7 sa'atin. Zaynab 7 soat ishlaydi deyapti. Xato, X qilamiz. 5 soat ishlardi. 5-inchisi Zaynabu min madinati Halab. Zaynab Halab shahridan deyapti. Xato, u Riyod shahridan-da, Saudiyani. X qilamiz bunga ham. Tazhabu Zaynabu ila al-mustashfa kulla yawmin. Demak, Zaynab shifoxonaga har kuni boradi deyapti. Har kuni 5 soat ishlayman degdi. Demak, har kuni boradi bo'ladi-da. Chunki kunni dam olish kuni haqida aytmayapti, har kuni boradi. To'g'ri. Mana o'sha dialog demakda alohida yozma shakli ham bor edi. Demak, kulla yawmin 5 soat ishlaydi dedi. Hop, bu demak to'g'ri degani. Hop, keyingi sahifaga o'tamiz. 13-sahifa. Hop, nima deyapti bu yerda? Sabahul xoyr degan suhbatning nomi ekan. Xayrli tong degan nom ekan. Bu yerda mana yozyapti. Aisha kim bilan? Nur bilan gaplashyapti ekan. Aisha. Sabahul xoyr, xayrli tong. Sabahun nur, xayrli tong. Kayfa haluki? Ahvoling qanday? Bi xayrin valhamdulillah va anti? Men yaxshiman, Allohga shukr. Senchi? Ana bi xayrin masmuki? Men yaxshiman. Sening isming nima? Ismi Nur va anti? Mening ismim Nur. Senchi? Yani senin isminchi demoqchi. Ismi Aisha, mening ismim Oysha. Min ayna anti ya Nur? Ey Nur, sen qayerdansan? Ana min Suriya, min Dimashq. Men Suriyadanman, Damashqdanman. Va anti, senchi deyapti. Dimashq bu Suriyaning poytaxti. Boshqa. Ana min Misr, men Misrdanman. Min al-Qohira. Demak, Oysha Misrdan ekan, Qohira shahridan ekan. Bu Nur bo'lsa, mana eslab qolamiz, Suriyaning Damashqidan ekan. Nur aytdiki, va ma amaluki? Sening ishing nima? Nima ish qilasan demoqchi. Kasbing degan desak ham bo'ladi. A'malu muallimatan fil madrasa. Va anti? Men maktabda o'qituvchi ayol bo'lib ishlayman. O'qituvchiman. Senchi? Ana tolibatun fil jami'a. Men universitetda talaba qizman. Fi sanati thalitha. 3-kursdaman demoqchi. Keyingisi Aisha aytdiki, ana sa'idatun bi liqa'iki. Men seni uchratganimdan xursandman yoki sizni uchratganimdan xursandman dedi. Nur aytdiki, va ana aydon, men ham dedi. Hop, buni eshitdik. Demak, keyingi mashqda mana avvalan imla'il bayanatil atiyata. Quyidagi mana bu atiya degani ata fe'lidan kelib chiqqan kelmoq degani. Ata noaniq shaklda atin bo'ladi. Al qo'shsak al ati bo'ladi, muzakkar. Endi muannasi atiyatun, al kelsa al atiyatu bo'ladi. Endi bayonot g'oyri aqlning ko'pligi muannas birligi bo'lgani uchun bayanun birligi, bayonot ko'pligi. Shuning uchun endi nimaga kasra bo'lyapti? Maf'ul bihi to'ldir bo'lsa, quyidagi ma'lumotlarni to'ldir. Lekin bu jam'ul muannasi salimning nasb alomati tushum kelishigidagi n degani fatha o'rnida kasra keladi. Hech qachon fatha kelmaydi, bilamiz. Demak, quyidagi bayonotlarni to'ldir deyapti. Imla o'zi sukun bo'lgan, al bilan kelgancha imla il bu o'qib ketyapti. Mana kasra qo'yib. Masalan, al ismu nomi Aisha bilan Nur. Mana al baladu shahri qayerdan edi? Mana Oysha qayerdan? Mana bu yerdan qarab olsangiz bo'ladi. Oyshani biz aytdik Misrdan, Qohiradan edi. U Suriyadan. Misrdan,
الآخر ديما بلدنا مصر ديسس، المدينة القاهرة، العمل إيش فاكر بو بش ليمان دما أختو جمنا معلمات ديسس ينجس مكان العمل يوكي وقش يوكي إيش جاية دي غير دي في المدرسة دباس منها معلمات في المدرسة ونسجة في المدرسة بنسجة في الجامعة دباس يعني باس داي نور نور دي ما شهر إتك سوريا دان دمشق شهر دان أبو أختو عمل إيش بار يوك طالبات ديسس قيادة universitet. Oldu birinci maçtan becerdik. 13. sayfa tamam. İkinci sayfa unutturgut yapmaz. ثانيا ikinci maç. اختر الكلمة الغريبة من كل مجموعة. خب her bir jamoa guruh desek bo'ladi. Majmua jamlanma. Har bir guruhdan begona yot so'zni tanlang degani. G'arib degani g'arib, ajoyib, begona, yot degani. خب tanlaymiz ekan. Masalan, al-Funduq, al-Qohiratu, Dimashqu, al-Qudus. Birinchisida ko'rib turibsizlar, hammasi shahar nomlari mana funduq. Lekin mehmonxona mana shu tushmaydi. Mana shuni belgilab qo'yasiz. Chunki g'arib, mos tushmayapti mana. Qohira, Damashq, Qudus shahri. Ikkinchisi jami'atun, madrasatun, mat'amun, ma'hadun. Ma'had institut, jami'atun universitet, madrasa maktab, hammasi o'quv dargohlar, ilm dargohlari. Mat'am oshxona. Bu to'g'ri kelmaydi. Mana shuni belgilaymiz. Uchinchisi أنا أنت هو هذا هماس من كشيلك المشدار ekan men sen u هذا bu degan mana shu معلمة o'qituvchi xo'p keyingisi robbatu bayt uy bekasi طبيبة shifokor ayol muhandisatun muhandisa ayol muhandis ayol endi e'tibor bersangiz hammasi kasb ekan mana bu maytda robbatul bayt uy bekasi mana shu g'arib bo'ladi begona bo'ladi qolganlari kasblar ishlaydi keyingisi ثالثا uchinchi mashq اقرأ البطاقات ثم أجب bitoqat bitoqatning ko'pligi kartochka degani kartochkalarni o'qing so'ngra javob bering ajaba fe'lining buyruq shakli ajib bo'ladi ayol kishiga ajibi deb aytiladi mayli uni hozircha tafsil kirmaymiz javob beramiz ekan masalan al ismu Kamal Abdullah yoshi demak al umru 30 aman العمل إيش معلم بلد يرد دماغ سوريا إن الذكر جنس الككشين الذكر إن بنسأل اسمه أحمد صابر أحمد صابر اسمه 40 عاما ترقي وشكن ياشي طبيب شفاكركن الأردن يرد دماغ إرداني دانكن بنيام جنس من ذكر ديت الككشين endi Kamal umruhu deysiz. Mana bu yerdagi 30 ni umrini 30 yoshini yozib qo'yasiz. Keyingisi u kim bo'lib ishlaydi? Huwa ya'malu mana mualliman deb qo'yasiz. U qayerdan? Huwa min Suriya deb yozib qo'yasiz. Bu ham shu mana tepadagidan qarab to'ldirib qo'yasiz. Keyingisi pastda ham shu o'qib qo'yamiz. Al ismu nomi demak Fatimatu Muhammadul Bakri. Demak bu otasini ismi Muhammadul Bakri ekan, Fatima qizi. 35 عاما 35 yoshda ekan robbatul bayt demak uy bekasi ekan misrdan ekan unsa ayol kishi demoqchi mana jins ayol roviyatu Muhammad roviya ismi ekan Hammad otasini ismi roviya Hammad ekan ismi mana bu yerda endi 38 عاما 38 yosh ekan mudiratu madrasa maktab direktori ekan Sudandan ekan Afrikan Sudan arab yurti davlat unsa ya'ni unsa ayol kishi ekan jins ularni ham mana yozib qo'yasizlar Fatima umrihi yoshi 35 deb mana kim bo'lib ishlaydi mana robbatu bayt ishlamaydi la ta'malu deyishingiz mumkin yoki hiya robbatu bayt uy bekasi hiya min Misr deb qo'yasiz qolganlari ham shu 14-bet ham tamom endi al muhadasa so'zlashuv o'zi hadasa fe'lining ikki kishida suhbatlashish bo'lsa buni masalan al muhadasa bo'ladi xo'p bu yerda أولا تبادل التعابير الآتية مع زميلك sinfdoshing bilan quyidagi iboralarni almash ya'ni savol javob qil degan ma'noda nima deyapti marhaban desa ahlan va sahlan bik deydi ekan bir kishi ikki kishi ya'ni sinfda rol o'ynashingiz mumkin shunaqa sabahul xayr desa sabahun nur deydi masaul xayr masaun nur kayfa haluka bi xayr